Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahridan gapiramiz. Bugun Toshkentda shu Uzgaradok degan joy bor, ya'ni talabalar shaharchasi. Shu yerga kelganimda magazinlarda aylanib yurib, bir ajoyib joyga ko'zim tushdi va sizlarga ilindim. Holati juda kichkina, где-то taxminan 6 metrga chiqadi. 6 ga 5 shun atrofidagi joyga juda ko'p kitoblarni bir sortimentini qo'yishibdi. Hozir kirganimga bir soat, yarim soat bo'ldi bu yerga do'konga. Shunaqangi ko'p kitoblar bor ekan, men shu kichkina joyga shuncha narsa sig'dirishganiga men qoyil qoldim. Mana kecha kungi hali podkast ko'rsatuvida shu kitob haqida muhokama bo'lganida, Falastin, agar o'lishim lozim bo'lsa, Nadejda Kvartsovani Falastin degan asari haqida juda katta bir yaxshi gaplarni gapirishgan edi. Shu kitoblarni ko'rdim. Mana bu yerda o'z vaqtida hozir ham juda ham mashhur kitob bor. Agar kitobxonlar ko'rishgan bo'lsa, 1984 nomli juda ham bir kuchli kitob bor. O'zbek tiliga ham tarjima qilinibdi mana. Juda zo'r kitoblar bor ekan. Men o'zim hozir qiziqdim, odam psixologiyasini o'rganishga doir bir yaxshi kitoblar. Dale Carnegie'ni kitoblari, psixologiyani mana 101 nomli kitob, ya'ni bunda shu psixologiyani o'rganish bo'yicha, odamlarga ta'sir etish bo'yicha yaxshi tavsiyalar berilgan. Mana bitta agar kim o'qigan bo'lsa, Men Nayman degan kitob bor, Haqqan Minguichni. Shu kitoblar ham bizda Farg'ona viloyatida, ayniqsa bizning Quva tumanida topilishi qiyin bo'lgan zo'r kitoblar bor ekan. Agar bu yerlardan agar kimlargadir shu kitoblar qiziq bo'lsa, vaqtlar yurgan kitoblarimni shu yerda ko'rsatgan bo'lsam, bu yerda hozir 15-20 kun davomida bo'laman. Kimga qaysidir kitob kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, harakat qilaman shu kitobni sizlarga olib borib bergani. Shuning uchun mana bu yerda yashamoq, nech pul bu yashamoq? 70 pul. Yashamoq bu kitobni bir obzorini qilib bergan edim sizlarga. Juda kuchli kitob. Mana bu kitobdan xudo xolasa olaman. O'zimga o'qiganim Sulton Salohiddin Ayyubiy haqida ham kitob bor ekan. Hozir boshqa kitob olganligim uchun buni olmadim. Bugun o'zimga yaxshi kitob sotib oldim. Bu kitob Mashhurlarning so'nggi lahzalari degan kitob sotib oldim. Bu kitob bilan ozgina tanishib chiqdim va juda ham ma'qul keldi. Ya'ni insonni siyosatchilar, mashhur vaqtida dunyoni titratgan kuchli siyosatchi odamlarda oxirgi o'limidan oldingi bo'lgan voqea hodisalar yoritilgan kitob ekan. Shu kitobni oldim. Endi Said Ahmadning Ufq kitobi bu qimmatroq bo'lsa kerak bu kitob Said Ahmadga. 60 ming. To'lig'ida 3 ta qismi to'liq. Oxirgi yangi chiqqan kitoblaringiz qaysi tomonda turibdi hozir? Badiiy asarlar. Oxirgi chiqqan. Oxirgi Falastinda buni ko'rdim. Mas bir hafta bo'ldi. Bu ham bir hafta bo'ldi. Mana u hammi? Cho'rt. Diplomatik zapret. Buni ham hozir ko'rdim. Bir oy bo'ldi chiqqaniga. Bularga endi tarqatdim magazinga. Buni ham oxirgi chiqqan kitobda. Bunga bir oyda bo'lyapti. Jazosiz tarbiya. Buni muvaffaqiyat degan kitob bor. Mana oldin chiqmasdi bu kitob, endi chiqadigan bo'ldi. Muvaffaqiyat sirlari.
Bu kitobingizni hech kim muvaffaqiyat. Hozir 48. mana bu kitob bilan qisqacha sal ko'rib chiqdim hozir bu diplomatik zap etishdi. Xitoyda davlatlarga hozirgi kunda rosa ijtimoiy tarmoqlarda juda bir shov-shuv bo'lyapti, ya'ni xitoyliklar haqida. Shu xitoyliklarni zabt etish, xitoyliklarni shu boshqa davlatlarga kirib borishini siyosiy jihatdan yoritgan yaxshi kitob ekan. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, necha pul bu kitob? 70 ming. Bu kitob 70 ming. Yo'q. Mana bu kitob ham yangi kitob ekan. Qarashlarim, mening qarashlarim degan kitob ekan. Bu kitob ham bu kitobning narxi 75 ming ekan bu kitobning narxi. Siz nimani o'ylasangiz, men o'shani ko'raman degan kitob. Nonverbal vositalar sirlarini o'zlashtiring. Ya'ni nonverbal degani yuz qarashlar, mimikalar haqida kitob ekan bu kitob. Verbal og'zaki gapirishlar, nutq madaniyati haqida. Nonverbal yuz tuzilish, imoli ishoralar haqida bo'ladi. Adem Guneshni jazosiz tarbiya kitobi. Bu kitob menimcha arzonroq bo'lsa kerak. 45 ming so'm ekan. Shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Kimga qaysidir kitoblar kerak bo'lsa, hozir men videoda ko'rsatgan bo'lsam, sizlar topolmay yurgan bo'lsanglar, quvaga olib borib beraveraman. Mana shu qaytishda olib. Kitob degan o'zimizga men turgan joyga yaqin ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, shu kitobdan sizlarga olib borib berishga harakat qilaman. Maqsadimiz kitobxonlarni ko'paytirish, kitobga muxlislarni ko'paytirish, dunyoqarashlarni kengaytirishga yaxshi yordam berish. Bugungi sizlarga ilingan narsalarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, biz kanalimizga obuna bo'lib, podpiska bosib, bitta like bosib qo'yasizlar. Qaranglar, sizlarga video qilaman, tillab ketdim. Ayt issiq ekanda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik.